Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve âkibetü lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Aile terbiyesi hakkındaki dersimiz Allah'ın muvaffak kılışı bilen devam kılavatıdır. Biz erlerinin ayollar üstüdeki hukuklar üstüde toxtalavatdık. Biz ötken qitimliq söhbetimizde erlerinin ayollar üstüdeki haklarıdan ayol kishininki er kishiga aziyat berishning joiz emas ekanligi, ya'ni bu mu erlarning ayollar ustidagi haqlarining, huquqlarining qatorida ekanligini realligimizga bog'lagan asosda tushuntirib o'tgan edik. Vaqt munosabati bilan ba'zi mazmunlarni deyilmay o'tib ketgan. Shu vaqt qisqacha to'xtalib, boshqa mazmunga o'tib ketamiz. Aslida har qanday bir inson, ya'ni bir insonning ayibini yepish, onunğa azar vermeslik, qo'lidan kelishicha moddiy ma'naviy yordamlarda bo'lish talab qilinadigan bir masala. Musulmon bo'lgan vaqtida texmi bakrak ustiga tushadigan bir masala. Agar u er-ayol bo'lib qolsa, texmi bir-biriga nisbatan ayibini yepish, bir-biriga azar vermeslik, o'zaro moddiy ma'naviy yordamlarda bo'lish bu texmi talab qilinadigan masala. Demek, mayli erlarning ayollarga azar berishi, mayli ayollarning erlarga azar berishi bu haram. Çünkü bu zulümning bir türü. Zulüm o'tgan qitimliq suhbatimiz dedik, har qanday bir jonivorga, maxluqqa haram. Hatto hayvonlarga, yirtqich hayvonlarga ham qisas o'qasi mayli, aziyat berish, zulm qilish o'xshash haram. Bu ayolga nisbatan texmi haram. Qat'iy joiz emas. Endi ayollarning erlarga azar berishi, zulm qilishi bu texmi bek yomon bir qiliq. Alloh qat'iy ravo ko'rmaydigan bir ish. Şuna arayallar özara birbirininki ayıpını yapkan, birbirine ehmiyet vergen, azar verişten tilini, kolunu yıkkan asasda özara yardımda buluşu lazım. Çünkü arayallar birbirine nispeten xuddi kiyimge okşaydı. Kiyim ayıp noksanını yapıdı. Karış tarafından acizlik noktalarını yapıdı, sık soğuktan kovdaydı, her xil taşkı zararlardan müdafiye kılıdı. Bunu Allah Teala tüvendik ayette şunda uçuk oturup koygan. Estağfirullah. Hunne libasun lekum ve entum libasun lehunne. Bu ayollar sizler için libas, kiyimdir. Ve sizler bu ayollar için libas, kiyimdir sizler. Demek, mana muş ayette Allah Teala ayollar birbirine azar verdigan, birbirinin ayıpını koçulaydigan, bunda emas, belki birbirinin ayıp noksanlarını yapıdigan, birbirini himaye kılıdigan, birbirine yardımcı oludigan, sık soğuktan ve her xil küşendilerden himaye kılıdigan, ayıp noksanlarını yapıdigan kiyim okşaydı. Depman uçuk oturup koydu iken, hunne libasun lekum, ve ayollar sizler erler için libas kiyim, ve entum libasun lehunne. Ve sizler erler hem, ve ayollar için libas kiyim sizler. Kiyim ne için kiyilidir? Kiyim, evret ne için kiyilidir? Sıvaktan saklaş için kiyilidir. Zinnet için hem kiyilidir. Ve sıdkı her xil zararlardan müdafiye kılış için kiyilidir. Şunu bir he dese ayol hakkında ko'ch-ko'ylarda kishilar shikoyat qilib so'zlab turayotgan bo'lsa, bu bu ayol uchun kiyim bo'lmadi degan gap. Chunki ayib nuqsonni yapmadi. Agar bir ayol kishi he desa erining g'aybatini qilib, eri ustidan shikoyat qilib so'zlab turayotgan bo'lsa, bu ayol ham o uchun kiyim bo'lmadi degan gap. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi ayol bilan eng yomon ayolning sifatini bizga ochiq ko'rsatib bergan. Mana buni obdan tanışaylıkken özümüzü örnek kılaylı. Ülgülük ayol bilen, yani cenneti ayol bilen, yaman ayol, ahlaksız ayol, yani cehennemi ayolunun kandak işkellikine, bu şikil ayolunun kandak süpetleri bağlıkını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste uçuk oturup koyuyor. Sahihul Camiat kelgen Şeyh Albani sahih hadislerinin katarı sanılan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak deydi. Hayrun nisaikumul veludul vedud والمواسية المواتية إذا اتقين الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. Sizin ayollarınlarının en yaxşısı veludul vedud, köp perzent verdiğan, tuğumçan ve eriga muhabbetlik, tala qarab qalmaydigan, ko'z qilini boshqaga sanmaydigan, erini yaxshi ko'rdigan ve eriga yaxshi ishlarda, ma'ruf ishlarda jidallashmay itoat qiladigan va eriga yordamlashadigan, Allohdan qo'rqadigan ayollaringlarning eng yaxshilari. Ayollarning yaxshisining sifati bu hadisda bir qanchalar o'tirib qo'yilyapti. Birisi valud,
tug'umchan. Ikkinchisi vadud, muhabbatlik, erini yaxshi ko'radigan. Uchinchisi muasiya, erga ma'ruf ishlarda hech jidallashmay itoat qiladigan. To'rtinchisi muatiya, erga ansarlik qiladigan. Har turli moddiy ma'naviy ishlarda yordamlashadigan. Mana bu 4 turlik sifatdagi ayollarning eng yaxshi ekanligini payg'ambar alayhisalom o'tirib qo'yadi. Eng yomon ayollarni bayon qilib, yuqori hadisda va sharra nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat. Ikki xil sifatni o'tirib qo'yapti bu yerda. Birisi jaholat davridagi o'xshash yasanib oladigan, zinnatlanadigan, grimlarni qiladigan, kiyim-kechaklarga diqqat qilmaydigan, yerim yalamash bo'lib oladigan, zinnatlanadigan. Bu birinchisi. Ikkinchisi eri bor turib, yomon ishlarni xiyol qiladigan, axloqsiz ishlarni xiyol qiladigan ayollar. Mana bu ikki sifatli ayollarni payg'ambar alayhisalom da'vat etdi ekan, va hunnal munafiqat. Bu ayollar munofiq ayollar. Demak, ko'chaga zinnatlanib, yasinib chiqadigan, hamda hozir telefonni oldi qo'yib olib, naq maydon tarqitib va yoki videoga chiqib, uyda o'tirgan bo'lsa-mu, tashqi dunyoga internet vositalari bilan o'zini namoyanda qilayotgan, o'zini ko'rsatayotgan, mayli ashar xil qiliq chiqarib, naynaqsh gap so'zlarni qilayotgan bo'lsa, yana o'xshash mushahidasga tushadi. Garchi taloq yasim chiqmagan bo'lsa. Chunki qo'lidagi shu telefondan iborat bu vosita tashqi dunyo bilan bu ayolni uchrashtirganlik uchun bu ayol o'xshash bir hujurda o'tirgan bo'lsa-mu, yana sirtga chiqqandan hukmida. Bu shu ish hozir avjilayotadi. Bu ayollarning birinchi sifati yasirishga, ikkinchi sifati erova turib, yomon xiyollarda bo'ladi ekan, ko'chiq qaraydi ekan. Mana bu ayollarni payg'ambar alayhisalom munofiq ayollar deb atadi. La yadkhulul jannah minhunna illa mislul ghurabil a'sam. Bu ayollarning jannatga kirdiganlari tumishqi ham ikki futi qizil qog'larning boshqa qog'larga nisbatan oz bo'lgandek nihoyat ozdir deydi. Demak, mana o'sha yuqorqi sifatli ayollar ichida jannatga kirganlari o'sha qizil tumshuq va qizil putluq qog'lar ichida ozg'onga o'xshash, bunda ayollar ham nihoyat oz sonliqdir deb so'zni oxirlashtirgan. Bundan o'zimizga bir o'lcham qo'ysak bo'ladi. Hammamizning jannatga kirgimiz bor albatta, chunki jannat bizning asli yurtimiz. Orzuyimiz shu, eng oliy Firdavs a'la jannatlariga kirish. Buning uchun shu hisob bo'lmagan, amal qilinadigan dunyoda hozirlik ko'rishimizga to'g'ri keldi. Bu dunyoda hisob yo'q, amal bor. Oxiratda amal yo'q, hisob bor. Shuni bilib qolaylik, qarindoshlar, ayollar uyg'onsa, butun islom ummati uyg'ondi. Ayollar uyg'onsa xos oilalar emas, shu ayol tavba bo'lgan jamiyat, jamoat, tashkilotlar emas, shu millatlar emas, butkul ummat uyg'ondi. Allama Salih Fawzon shunda deydi. Agar ayollarning qalblari uyg'onsa va iymon bilan ovatlansa, butun ummat uyg'onadi degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yuqorida sifatlagandek, ashunda bir yaxshi jannatiy ayollarning sifatini o'zida hozirlab, qalb kasalliklaridan yiroq turgan asosda ilm bilan o'zini qurollantirib, iymon bilan o'zini zinnatlab uyg'onsa, butun ummat uyg'onadi ekan. Chunki ilgiriki soatlik suhbatlarimizda biz degan ayollar ayni bir zavodga o'xshaydi. Inson ishlab chiqaradi-da. O zavod yaxshi tashili yo'q, ilg'or uskun bo'lib qolsa, undan ishlab chiqarilgan mahsulotlar sifatli chiqadi. Shunga ayollar temiz qaytsak, bir-biriga azar berishdan qat'iy saqlanishi, bir-birini apu qilishi lozim. Apun do'stish lozim. Bo'libmi ayollar? Bo'libmi hamda ayollar? Oila boshliq er bo'lish sifati bilan ayollar ko'proq apu qilsa, texmi yaxshi. Kim avval apu qilib olsa, kim avval salomni burun qilib olsa, shu ajrda ortiq. Alloh taolo Qur'oni Karimda astagfirullah va la tansawul fazla baynakum innalloha bima ta'maluna basir. Siz oranglarda o'zaro apu qilish, bir-biringizga yaxshilik qilish, fazli ihson qilishni unutmanglar. Alloh haqiqatan qilgan amallaringizni ko'rib turguchidir deydi. Demak, umumiy insonlar qilingan nida, musulmonlarga qilingan ham nida, ayollarga qilingan ham nida. İnsanlar bir-biriga fazli ihson qilishni Alloh taolo buyurayotgan yerda bir-biridan yaratilgan, biri yana birisini xotirjam qilish uchun dunyoga keltirilgan ayollar albatta bir-biriga xayr ihson qilishi, bir-birini afu qilishi u texmi zarur, ta'xirsiz. Shu ayollarning shuari, chaqiriqi shunday bo'lishi lozim. Bu payg'ambar alayhisalom o'tirib qo'ygan chaqiriq. Buxoriy va Muslimda kelgan Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis. Nima deydi payg'ambar alayhisalom? Ayollarning shuari, oylik shuari shu bo'lsin deb nima deydi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
Sizlardan biringlar o'z nafsiga yaxshi ko'rgan narsani o'zining qarindoshiga yaxshi ko'rmaguncha iymon keltirgan bo'lmaydi deydi. Demak, bir o'zi yaxshi ko'radigan yemeklik, ichimlik, go'zal so'zlar va o'zi yaxshi ko'radigan har xil dunyo matolari, manfaatlari, hatto oxiratlik amal ibodatlardan tortib, ayollar yaxshi ko'rmaguncha u mu'min bo'lolmaydi. Va har qanday bir ayol o'zi yaxshi ko'rayotgan yemeklik, ichimlik va yoki chiroyli go'zal so'zlar, solih amallar, mayli dunyoga aloqador, mayli oxiratga aloqador, mana bu narsalarni o'zining eri uchun ham yaxshi ko'rmaguncha bu ayol mu'min bo'lolmaydi. Hadis nihoyat keng mazmunni o'z ichiga oladi. Har qanday bir mu'min o'z nafsi uchun yaxshi ko'rgan narsani yana bir qarindoshi uchun yaxshi ko'rmaguncha bu mu'minlik darajasiga yetolmaydi. Har ayol albatta bu hadisning ichiga kirib ketadi. Bir-biridan maxfiy ish qiladigan, uyga yaxshiroq yeydigan, ichadigan, kiydigan narsa kelib qolsa, tiqinib eriga ko'rsatmay yoki ayolga ko'rsatmay, maxfiy uningdan shaxsiy manfaatlanadigan ishlar mana bu hadisga xilof. Demak, bir-biriga azor berish, bir-biriga aziyat qilish emas, o'zi yaxshi ko'rgan narsani qarindoshiga ham yaxshi ko'rish. O'zi yomon ko'rgan narsani qarindoshiga, o'zi yomon ko'rgan narsani eriga, o'zi yomon ko'rgan narsani ayoliga yomon ko'rish. Oiladagi shuar mushunda bo'lishi lozim. Masalan, har qanday bir kishi zulmni yomon ko'radi, aziyatni yomon ko'radi. Boshqalarning o'zini xorlishini, urishini, tillishini, masxara qilishini, orqasidan g'ayvat shikoyat qilishini, ustiga tuhmatlarni choplashini, fitnalarni qilishini hech kim xohlamaydi. Unda o'g'andikin o'zi xohlamagan narsani eriga, aruqqas ayoliga xohlamaslik lozim. O'zi ravo ko'rmagan narsani ayollar bir-biriga ham ravo ko'rmasligi lozim. Demak, yuqorqi hadis komil mu'minninki bizga shartini bayon qilib beradi. Bu yer mu'min bo'lolmaydi deganda iymondan chiqdi degan ma'no chiqmaydi. Demak, mu'min 3 xil. Oddiy tilimiz bilan o'quvchilarga selishtirib aytsak, imtihondan 60 ni aran elib o'tadigan ni'ot mu'min, ikkinchisi 70 va 80 dan 85 ni oralig'ida numar oladigan yaxshi mu'min, uchinchisi 90 dan 95 dan imtihonda yuqori numar oladigan a'lochi mu'min. Shun bu yerdagi o'zi yaxshi ko'rgan narsani qarindoshi yaxshi ko'rmak uchun mu'min bo'lolmaydi degan bu hadisdagi bu yerdagi mu'minlik komil mu'minlik, a'lochi musulmon, a'lochi mu'minning shartini bayon qilyapti. Bundan bilan iymondan chiqdi degan ma'no chiqmaydi. Muhaddislar mushlar sharhlaygan bu hadisni. Undan boshqa ayollar bir-biriga aziyat berishdan saqlanib, aksicha bir-biriga hadiya, sovg'a salomlarni berish lozim. Bu do'stlikni kuchaytiradi, mehr muhabbatni kuchaytiradi, ayollik rishtasini ching'itadi. Agar ashna aziyat berib qolgan bo'lsa, ayol erga yoki ayolga buning orqasini sovg'a salom bilan yaxshilashini, isloh qilishi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam